Buxoro shahar Kogon tumani juda ham chiroyli joy. Ko'rsatib o'tadigan variantimiz juda ham asal variant. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Prokuratura binosi Kogon shahardan Yangi Hayotga kelerishda chap qo'lda qurilgan bitta ko'rsatgan Ozodjon. Chap qo'lda qurilgan ko'p qavatli imoratlarimizni 3-qavati. Narx juda ham bomba. Tayyor holatda. Endi bu do'goringizga bog'liq. Xohlasangiz jihozlar bilan, xohlasangiz shu holatiga o'zingiz kelishishingizga bog'liq demoqchiman. Qolgan ma'lumot kvartiramizda ketdik. Mana shunaqangi chiroyli pod'ezd qismi 3-qavat ko'rib turganingizdek odamni charchatmaydi. Kattagina pod'ezd qismi, mehmon kutib olish, kuzatish juda ham zo'r demoqchiman. Shinamgina xonadonga yetib keldik. Shaxsan o'zim ko'rdim. Men bu narsaga negativ tushishim mumkin. Bu ichimlik suvi, mana shu nima deydi, filtrlangan suv. Suv yo'q ekan, gaz yo'q ekan, boshqa gaplar bo'ladi. Svet yo'q ekan. Men hamma narsani batafsil ko'rsataman. Shundoqqina ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa kvartiramiz juda ham zo'r joyda joylashgan. Menga lishna yoqadi. Kogon tumani bahavo joylar. Juda ham chiroyli xonadonga kelganmiz. Razdelniy sanuzul kompaktnigina xonadon, 2 xonalik to'liq ko'rsatib o'tamiz video davomida. Aytib o'tishimiz kerak, ba'zi bir jihozlarni olib chiqib ketaman degan gaplarni qildilar. Kirishda o'ng qo'lda birinchi xonasi, jihozlarim ko'p degan gaplarni isboti mana uyimizni xonasini bittasini zaynit qilib qo'ygan. Shu to'liq jihozlarni endi ko'rsatib o'tilgan jihozlari qanaqangidir o'zlari bilan kelishasiz. Xullas, pastda raqamlarni qo'yib beraman. Kirishda chap qo'lda bizani juda ham akkuratnigina xonadon ekan. Endi to'g'rirog'i ayol kishiniki, xudo xolasa telefon qilsangizda mana shu singlimiz telefonni ko'taradilar. Suv shilkasigacha qilib qo'ygan. Mana bu bola avtomat mana shunaqangi chiroyli kirish moslamalari ham bor. Mana bu yoqda esa chiroyligina kompaktnigina oshxonasi, fartuklari telilgan, xolodilnik juda ham zo'ridan sharoitlarni qilib qo'yishgan. Shu joyda ham o'tirib ovqatlanish sharoitini qilsangiz bo'ladi. 55 kvadrat 2 xonalik juda ham yaxshi xonadon. 3-qavat, etaji ham zo'r. O'zlari bilan kelishasiz, narxini qo'yib bermang, juda ham kelishtirib beraman degan gaplarni qildilar. Endi aytmoqchimanki, xonadonimizni shinamligi taqvodor inson ekan. To'g'risi, laminat parket bo'lgan 100%, xudo xolasa, bir duh kontur katyolimizni adashmasam ko'rsatdim, kuxniyaga turibdi. Televizor bor, men bu batareyka tizimini ortig'i bilan qo'yganman. Ayol boshim bilan degan gaplarni qildilar. Konditsionerimiz ishlab turibdi. Mana bunaqangi chiroyli xon taxtamiz. Bu mehmonxonasi, yotoqxonasi, mehmonxonasi, hamma sharoitlari bor. Kirasiz, maza qilib yashaysiz. Endi Buxoro shaharda bo'lsa, to'g'rirog'i 35 ming, 40 ming atrofida mana shunaqangi xonadonlar. Singlimiz juda ham yengil narx aytdilar. Faqatgina aytmang degan gaplarni qildilar. Telefon bo'lishini kutyaptilar. Xudo xolasa, chiroyli telefon bo'lsa, yaxshi xonadon sohiblari bo'lsa, yaxshi kelishadigan joyim bor degan gaplarni qildilar. Taqvodor insonliklari mana shu kitob javonidan ham bilinadi albatta. Like bosib yaqinlaringizga tarqating. Chiroyli xonadonni sizlarga tavsiya qilyapman. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Wi-Fi ni ham Ozodjon bitta ko'rsating. Wi-Fi gacha olib kelib qo'ygan. Juda ham zo'r joy. O'zim shaxsan hozir shahardan kelyapman. Bunaqangi bahavo joylarni orzu qiladi odamlar. Like bosib yaqinlaringizga tarqating. Salomat bo'ling.